Assalomu alaykum. Bizni kuzatib borayotganlar, xayrli kun. Chunki ertalabdan ishimiz ko'payib ketib, sizlar bilan bog'lana olmadim. Mana obeddan keyin ish jarayonlarimizni ko'rsataman. Chunki sartaroqqa ishlar boshlanib ketdi. Ishlamasak bo'lmaydi. Chunki qizlar har biriga o'rgatishim uchun vaqt ketadi. Telefonga anaqa vaqtimni olib, nima dedi kelgan klientlarni oldiga bu ishni qila olmadim. Balkim hayajon, balkim uyaldimmi bilmayman. Qiz bloger ekan demasin bunda. Chunki yeni kirib kelyapman, hali nima bo'lishini bilmayman. Balkim obunachilarim ko'payib bloger ham bo'lib ketarman. Alloh biladi. Chunki men shu narsada hali qiziqishim bu. Chunki bizni kuzatib borayotganlar, qiling opa, yuklaysiz opa degani uchun shu ishni qilyapman. To'g'ri tushunasizlar. Qiziqishim orqali, lekin baribir blogerligida ham balkim ishlab ketarman, bilmadim. Shunchaki qo'llab-quvvatlanishlaringga qarayman. Men faqat nima video qo'yishni bilmayman deb aytsam, biz bir singlimiz bor, Navoiylik. Opa, nima ish qilsangiz qilvering degancha, shu qizni iltimosiga ko'ra hozir bugun nima ish qilsam shuni qilaveraman. Qizlarim ham ishlayapti. Chunki hammasi yoshli, katta oilali insonlar. Ularni yetibga chiqarish noqulay. Shunchaki ularning ishini ko'rsataman. To'g'ri tushunasizlar. Bizga podpiska bosib, obuna bo'lib, komment yozib, like bosib, qo'llab-quvvatlab tursalaring yaxshi bo'lardi. Sizlarga ishonaman. Inshaalloh qo'llab-quvvatlaysizlar. Hozir traktorda haydashini, qizlarni yig'ishini, ko'p-ko'p qilayotganlarini общий ko'rsatib ketaman. Like bosishni unutmaysizlar. Faqatgina Xudo xohlasa like bosishni unutmanglar. Hamma narsa sizlar qo'llaringizga, qo'llab-quvvatlasalaringiz bo'lib ketdi. Xudo xohlasa nasib. Mana qizlar ishlayapti. Kartoshkalar to'da qilyapti. Qaranglar, ko'ryapsizlarmi? Hovuzishda jarayoni ham ketyapti. Hojiboy. 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 Hojiboy ham ishlayaptilar. Hojiboy, ana kecha Hojiboyimiz aktivash bizga kartoshka qoldi. Qalaysiz, sizlar kayflaringiz omonmilar. Barchalaringiz ro'zg'orlaringiz Allohim ko'p baraka bersin. Ishlaringiz rivojini o'ngdan bersin. Farzandlaringizga umr, o'zlaringizga, qarilaringizga iymonlarni amrasin. Nimaiki niyatlaringizlaring Allohim niyatlaringizga yetkazsin. Robbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alloh rahmat hojiboy. Barchalaringiz bilan birgaman men. Rahmat. Mana. Hormanglar qizlarim. Hormanglar qizlarim. Ha, bor bo'layman, bor bo'linglar sizlar ham. Mana ko'ryapsizlarmi, kartoshka ketyapti. Mashinani qizlar teryapti. Rasta ko'p ko'ryapsizlarmi? Yerga kartoshka ko'p, kimga kartoshka kelinglar? Kelinglar Surxondaryoga. Hamma narsa Xudoga shukr, mol-ko'l, hamma narsa bor. Xudo xolasa Surxondaryoga kelsalaring. Nima deydi? Faqat tandir emas, kartoshkalar ham bor. Mana ketyapti, mana shu kartoshka. Oz sartaroqqa ishlar ketyapti. Pastda ham. Xudo xolasa ularni ham sizlar bilan bog'lanib ko'rasizlarmi? Bu bizning mehnatlarimiz katta kartoshkalar. Mana ikki. Voy. Mana kimga kerak? Yozinglar, kartoshka kerak, bir qop deb jo'natamiz. Dastavkasi bor. Ay Xudojon. Allohim shu akamizni dehqonchiliklariga baraka bersin. Hamisha xonadonlariga tinchlik bo'lsin. Bizni kuzatib boruvchilarga ozgina ma'lumot berib o'taman. Xudo xolasa hozir 2-3 xilga sartaroqqa bo'lyapti. Mana qizlar to'da qilganlari. Mana shuni o'zi opalar kiyinaymilar. Qoplayapti. Kilit kiygan. Xudo xolasa mana kartoshkalarimiz maniki. Meni necha xilga ajratyapsiz desam, javob bermay to'g'ri tushunasizlar. Mana shunaqa 1-2 qolgani urug'liqqa bo'lar ekan, shunaqa deyishdi. Mana qoplarga solganmiz. Qoplarga mana
birinchi sort, ikkinchi sort maniki. İkkisi, bir, ikki, yana bir. Ma'busi uch urug'lik. Hozir ishqib ishimiz qizg'in ketyapti. Xudo xolasa dalada hamma ishlayapti. Alloh rozi bo'lsin. Duo qilinglar qizlarimizni. Voy. Manaki kartoshkalar, chiroyli kartoshkalar bo'lgan. Faqatgina yo'l ishlovimiz salkam bo'lganmi? Bilmayman. Qaranglar-da, shunday like bosinglar. Kimga kartoshka kerak bo'lsa, aloqaga chiqib komment yozasizlar. Xudo xolasa dastavkasi bor. Hormanglar. Qizlarimiz sartaroqda. Kelinglar hasharga. Kim keladi hasharga yozsin. Kutib olaman. Ish tugagandan keyin sangardagilarga mehmon bo'lamiz. Xudo xolasa mehmon qilib jo'nataman. Dalalarimiz katta. Xudo xolasa meniki. Sizlarga Makkani ko'rsataman dedim, hali Makkagacha yeta olmayapmiz. Chunki baland, qo'rqaman ham. Ilon-pilon bor-da, baribir dalada. Shunday qilib ko'rsatdim. Ko'rasizlar? Ko'rmagan bo'lsalaring, ko'rdim deb yozinglar. Ko'rolmagan bo'lsalaring, ko'rolmadim deylar meniki. Sog' bo'lsalaring bo'ldi. Like bosib, obuna bo'lib, mana kartoshkamiz yarmiga suv bosgan. Qolib ketyapti. Xudo xolasa xoriz bo'lsa, bu yoqni ham boshlaymiz. Anaki. Dehqonchiliklar. Hammalaringdan Alloh rozi bo'lsin. Bizni qo'llab-quvvatlab, like bosib, obuna bo'linglar. Inshaalloh hammasi zo'r bo'ladi. Bilaman, ishlamagan deysizlar. Bizlarga bu dalaga rasm o't ko'p bosib qoldi. Ishlardik, lekin bilmayman bu yil nimagadir o't bosdi. O'zini chunki bekorchi bo'lib qoldim-da. Ishga kelmadim. Dalaga akam o'zi qaram ekan. Kelinglar Ilhom akani, Zafar akani duo qilib qo'yinglar. Mana shuncha insonlar shularga ishlab necha yildan beri daromad qilib, shu ro'zg'orini tebratib, menga qo'shilib, shu yerga mehnat qilib, Feruzaxonni hamma kamini qilib yurgan yetagina singillaring, kimgadir opa-durmay, kimgadir qiz, uni Alloh biladi. Duo qilib qo'yinglar, ishlarimizda omadini bersin. Sizlarni Alloh yo'liga yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar.